550 ml zakasimni buzib, boshdan yasashimga to'g'ri keldi. Menga mijoz yozib qoldilar va yasatadigan aksessuarlari bilan matolarni rasmini tashadilar. Biz ular bilan kelishib bir qarorga keldik va men yasashni boshladim. Bilsanglar, agar Instagramga yasayotgan narsamni qo'yib boraman. Ular menga yozdilar, sizlar matoyimga mostur tanlolmabsiz, bu men matoyimga tushmaydi deb. Men ularga tushuntirdim. Opajon, rasmga qarab madurlarni tanladim desam, menga matolarni rasmini tashadilar. Qarabsizlarki, videoda boshqacha, rasmda boshqacha tushgan matolarning rangi. Nima ham qilaman deb boshdan durlanib kelib yasashni boshladim. Hozir bu gapim bilan nima demoqchiman? Shunaqa ish bilan shug'ullanadigan qizlar, klient sizlarga rasm so'rasa, sizlar ulardan video tashab berishlarini ham iltimos qilinglar. Bo'lmasa menga o'xshab xato qilib qo'yasizlar. Yasayotgan narsam qiziq bo'lsa, keyingi videolarda ko'rishinglar mumkin.